Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, uzoq yaqinlarim. Hurmatli yurtdoshlarim, mana bugun 2025-yilning 30-dekabr kuni, mana yilning oxiri. Men hozir o'zimning yashash hududimdan, ya'ni Dang'ara tumanining fuqarosi bo'lib, shu hozir Dang'ara tumanida to'planib, yig'ilib yotgan kamchiliklarni aytish maqsadida bugun bizning Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov qabul tashkil qilyapti ekan. Shu joyga borib murojaat qilish uchun mana boryapman. Endi bu mening murojaatim, bu bizning tumanimizda bo'lib turgan kamchiliklar. Bu nimalardan iborat desalaring, bu meni ko'zimga ko'rinib turgan kamchilik shu tumanimizning bari mas'ul rahbarlari, ya'ni o'ziga biriktirib qo'yilgan vazifasini bajarmagani haqida men hozir shu Xayrullo Bozorov Farg'ona viloyat hokimiga borib, qani bu 12 dona, ya'ni murojaatimni aytib o'taman. Lekin bu Xayrullo Bozorov ham bu murojaatlarimni qabul qilib, yangi 2026-yilda bu murojaatlarimni hammasiga men javobini so'rash maqsadida ketyapman. Lekin men bu Xayrullo Bozorovga borib, menga yer bering, menga uy bering, meni hayotim og'ir degan maqsadda ketib turganim yo'q. Mana hurmatli yurtdoshlar, yashash holatimiz ko'ryapsizlar. Kundan kunga men tushunmayapman, bu oldinga yurmayapti. Mana oddiygina bitta misol, xalq uchun yetkazib beriladigan avtomashinalar uchun gaz, ya'ni metanlar yetarli darajada bo'lmay, mana yilning yakunida hammasi yig'ilib qoladi. Bu haydovchilar uyiga 2 dona non olib borish uchun qancha g'ayrat qilib, qancha aholiga xizmat qilib, shu 3-4 so'm orttiraman dedi-yu, lekin bu yog'iga kelsalaring, metan shoxobchalari yana berk yopiq, ola sol. Haligi eskilarning gapidek omon-omon zamoni keldi degandek. Bu nima sababdan bu yer osti, yer usti boyliklarimiz yetarli darajada deymiz-u, lekin oddiy xalq uchun, oddiy qora ishchi uchun, qora ishchi uchun bu gaz metallari ochiq holatda ishlamaydi. Hayron qolasan. Lekin shu gazni chiqarib berib qo'ysa, shu haydovchilar uyiga yangi yil bazmiga shu qo'liga 2 so'm, 3 so'm topsa ham shu xonadonning dasturxonini, ko'rkini bezash uchun narsalarni yetkazib boradi-ku. Mayli, endi bu metanni gapirmay, baribir bu rahbarlar bu narsaga mab chek qo'ymaydi. Bularda odati bor. It xuradi, karvon o'tadi degandek. Yana bu yurtboshimiz Shavkat Miromonovga murojaat qilganimiz bilan baribir murojaatda ham bu Shavkat Miromonovning ham bironta mas'ul shu o'zining mutaxassislari bu holat bo'yicha qiziqmaydi ham, nazoratga olmaydi ham. Sabab bularga hayotni farqi yo'q. Sabab qorni to'q bilan qorni ochdi, qizig'i ham yo'q, issig'i ham yo'q. Qani men hozir borib bu Xayrullo Bozorov Farg'ona viloyat hokimining qabuliga kirib bu 12 dona murojaatim aytib chiqani, balkim bizning Dang'ara tuman hokimi Shuhratjon Tojihakimovga balkim
bu ishlarni bilib bilmaslikka olgani uchun balkim bunga qandaydir Xayrullo Bozorov qahramon unvoni berar. Lekin men nima mazmunda degan savollaringga birinchidan mana shu Dang'ara tumanimizning Oqjor hududida joylashgan Qoramol bozori nima sababdan o'z faoliyatini tugatgan? Nima sababdan bu qora mol bozori Oqjor hududidagi Dang'ara dehqon bozorida balansida turib, nima uchun bu Terak bozoriga o'zlashtirildi? Mana shu narsani men bizning tuman hokimimiz Shuhrat Tojiakimov qayta so'rayman, tagiga yetmaguncha Shuhrat Tojiakimov bu so'zlarimni e'tiborga oling. Men qaytmayman. Yo meni qamatib yuboring, shundan keyin jog'im o'chadi, yo meni yo'q qilib yuboring, shundan keyin jog'im o'chadi. Men qancha aytdim, shu Qoramol bozorni yaratsangiz shu xalq uchun dedim. Shuni yaratib bering deb aytmagan so'zim, gapirmagan gapim qolmadi. O'sha joy ishlasa, kimdir ikkita non olib chiqib sotib, bir kunlik qora qozoni qaynashini nahotki bu Dang'ara tuman hokimi Shuhrat Tojiakimov e'tiborga olmasa. Keladi. Shu narsani gapiraman, har sayyor qabullarda natija yo'q. Mayli. Qani hurmatli yurtdoshlarim, bu 2026-yil hammangizga yaxshi shirin yil bo'lsin. Ballaringiz bilan tinch bo'ling. Nima niyatlarda o'ylagan bo'lsalaring, mana shu 2026-yilga hamma sizlarga bajarilib yakun topsin. Qani mana bu 7 minutlik mana bu gapirgan gapim, qani bu Shuhrat Tojiakimovga ham yetib boradimi, yo'qmi bilmayman. Qani sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yana va nihoyat so'zim oxirida aytyapman, bu mana bu 8 minutlik megabaytlarni ketkizgan bo'lsam uzr. Shuhrat Tojiakimov Qoramol bozorini qo'ymaginizcha, bundan keyin men prezident rasmini ko'tarib, prezidentning kortejiga chiqaman. So'z beryapman, gapiryapman, gapim ustidan chiqaman. Gapim ustidan chiqmasam, bekor ketman dunyoga. Ya aravani torting, ya aravadan tushing. Qoramol bozorini tashkil qilib qo'ying. Bilaman, sizni davringizda bu yo'q bo'lmagan. Sizlar oldingi hokim davrida bo'lgan. Lekin o joyda o'zlashtirib qandaydir bir inshootni, binomi qurilib turganda, meni gapimdan keyin shu narsalar to'xtab qoldi. Gap ko'p hali yurtdoshlar. Bundan boshqa hali yangiliklar ko'p. Qani sog' bo'linglar, omon bo'linglar.